Sizlar bilan YouTube kanalida Azimova Nazokat. Mana yana bugun ham yana olcha kompotim tayyorlash uchun mana yana sizlarga ko'rsatib tayyorlayapman tabiiyligini. Yana boshqatdan ko'rsatib, chunki mana yana boshqatdan oling, videoga yana ko'rsating. Qanaqa tayyorlash kompotingizda oddiy. Mana bu olcha 3 kilo olchaga 2 kilo shakar solaman. Qizlarjon, mana qat'iy tabiiy qilib tayyorlayman. Mana kichkintoyingiz mana bitta yeyish bilan ovora. Hozir mana buni solamiz. Shunda ham yana natural emas, videolar ham to'kilib qolishi mumkin. Shuning uchun videoga olaman ko'rish uchun. Biz hali qilgan ishlarimizni ko'rsatib qilamiz. Mana endi qarab turing, shakarni ham solamiz mana. O'zingiz ko'rasiz. Endi bu kompotni kamida 2 soat qaynaydi. Qaynagandan keyin уже o'chirib qo'yaman. Hozir endi bo'ldi. Shu bilan yana yaxshilab qaynasa 2 soatdan keyin o'chiramiz va mazza va ta'm kiradi. Shakar bilan birga qaynasa, albatta kompotga o'zgacha mazza kiradi. Haqiqatan ham o'zgacha mazza bo'ladi. Albatta. Yana ko'rishguncha sizlar bilan YouTube kanalida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.